Agar chaqaloqlar ekran qarshisida ko'p o'tirsa, nimalar bo'ladi? Birinchi navbatda til rivojlanishini sekinlashtiradi. Ekran oldida ko'p vaqt o'tkazish chaqaloqlarning gapirish va lug'at boyligini rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy ko'nikmalarda zaiflashtiradi. Ekran foydalanishi chaqaloqlarning ijtimoiy muloqot qilishi va odamlar bilan ko'z aloqasini o'rnatish qobiliyatini to'sib qo'yishi mumkin. Uchinchisi, diqqatni chalg'itadi. Uzoq muddatli ekran ta'siri e'tibor va diqqat vaqtini qisqartirishi mumkin. To'rtinchisi, uyqu tartibini buzadi. Ekranlardan tarqaladigan moviy nurlar chaqaloqlarning uxlashga kirishini qiyinlashtiradi va uyqu sifatini pasaytirishi mumkin. Beshinchidan, jismoniy faoliyatni kamaytiradi. Ekran oldida ko'p vaqt o'tkazgan chaqaloqlar harakat va kashf qilish imkoniyatlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Bu ularning jismoniy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oltinchidan, semizlik xavfini oshiradi. Ekran oldida uzoq vaqt harakatsiz bo'lgan chaqaloqlarda noto'g'ri ovqatlanish odatlari va semizlik xavfi oshishi mumkin. Yettinchidan, ko'z salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Uzoq vaqt ekranga qarash ko'zlarni charchatishi va diqqatni jamlash muammolariga olib kelishi mumkin. Sakkizinchisi, qaramlik rivojlanishi mumkin. Chaqaloqlarda erta yoshda ekran qaramliligi paydo bo'lishi mumkin. Bu esa vaqt o'tishi bilan ijtimoiy va hissiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun farzandlaringizni ekranlardan uzoqda har xil gadjetlarni bermasdan katta qilishga harakat qiling.